yo'limiz Alloh azza va jall 1400 yildan oldin aytib qo'ygan. Qur'on. Undan keyin hadis. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Har kunda 1 soat o'tirib, yarim soat Qur'on o'qisa, yarim soat hadis o'qisa, qancha ilmni oladi bir haftada yoki bir kunda? Qur'ondan keyin qaysi kitoblar yodlashni boshlagansiz? 7 yoshimda Allohning fazlidan keyin 1 yilda xatm qildim. Masjid Nabaviyda yodlagansiz. Masjid Nabaviyda biz boshlaganmiz. 18 ta kitob Imom Buxoriy, Imom Muslim, Tirmiziy, Nasa'iy, Ibn Majah, Darimi mana shu kitoblarni ular taqriban 16 yosh, 17 yoshlarda xatm qilgan. Ko'rmaydilar. Man salima al-muslimun al-hadith. Abi Musa radhiyallohu anhu rivoyat qilgan Imom Buxoriy bilan Imom Muslim. Ko'rganinglarda birodarlar, hadisda o'zini aytayapman, bu yoq roviysini aytayapti. Ya'ni rivoyat qilgan sahobiyni. Aytib olasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Babun ayyul islami afdal. Mashalloh. Babni ham bilasiz. Ya'ni hozir bob men hadisda aytdim. Man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi dedim. Bu yoq roviyni aytdilar va bobni. Hozir mana o'qib beradilar. Ko'rganinglardek 3,5 mingta hadisni roviysi bilan bobi bilan bilyaptilar. Tavba qiling, harakat qiling. Bu qo'lingizdagi telefonni tashlang. Ya'ni buni zarurat uchun ishlating. Ben bu ham ishlatar ekan, lekin zarurat uchun. Mana birodarlarning ham bolalari bor. Ular ham qanday qilib bolalarni shunday ilmli qilsa bo'ladi. Hamma qiroatni jamlab o'qib berishga harakat qilyapsiz. Alhamdulillah. Jamlab. Lekin alohida yana bir qayta aytsangiz, alohida olgan qiroatlaringizni birinchi Asim bo'yicha yodlagansiz. Bu biz O'rta Osiyoda hafz qilib o'qiysiz. Ya'ni Qur'onni o'qib ketaverasiz hafz bo'yicha. Undan keyin Varsh qilib, undan keyin Ibn Kathir. Bu yoq bir vaqtda o'zi masalan Fatihani o'qiydilar, hafz bilan o'qiydi. Yana keyin Varsh bilan, keyin Ibn Kathir va hokazo 20 xil ya'ni tariqani ash kelgan o'zgaradigan joylarni aytib o'qib berasiz. Avval Qur'onni yodlashgan yaxshimi yo hadislarmi? Qanday tartibda bo'lgani yaxshi? Qur'onni yodlagandan keyin murojaat yo'q. Asos narsa Qur'onni yodlagandan keyin amal. Ba'zi sahobalar bo'lgan Qur'onni yodlamagan hammasi. Lekin amallari bor edi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bugungi suhbatimiz birodarlar juda ham ajoyib bo'ladi. Bugungi suhbatimiz mehmoni katta ustozlardan emas, inshaalloh kelajakda umid qilamiz katta olimlardan bo'ladigan bir birodarimiz bilan biiznillah. Birodarimiz Abdulloh O'rta Osiyodan Imom Abu Abdullah, Imom Buxoriy rahimahulloh shunga o'xshagan hofiz olimlarni bilar edik. Minglab hadislar yodlagan. Lekin men unaqa olimlarni O'rta Osiyodan chiqqan bunaqa olimlar hozir zamonimizda yo'q deb bilardim. Lekin alhamdulillah bor ekan. Arablarni ko'rgan edim, eshitgan edim. Lekin O'rta Osiyodan hozir mana ko'rib turibman. Abdulloh xush kelibsiz. Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom. Suhbatimizni qabul qilganingiz uchun rahmat. Barakallohu fik. Siz O'rta Osiyodansiz. Ha. Qur'onni yodlagansiz albatta. Alhamdulillah. Yoshingiz necha yoshingizda Qur'onni yodlab tugatgansiz? Allohning fazlidan keyin 7 yoshimda Qur'onni xatm qilganman, alhamdulillah. Bu Qur'ondan keyin qachon bu Qur'ondan keyin qolgan ilmlarni, hadislarni yodlashni boshlagansiz? Ya'ni Qur'ondan keyin qaysi kitoblar yodlashni boshlagansiz? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi va kafa vassalatu vassalamu ala nabiyil Mustafa sallallohu alayhi va ala alihi va ashabihi va man tala. Allohumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allohga hamd sano bo'lsin. Mana shu Madinada mana shunday payg'ambarimiz diyorlarida Mustafa Muhammad sallallohu alayhi va sallam mana shu o'zlarini hadislarini o'qish uchun va hadislarini suhbat qilish fazlini alhamdulillah Allohga hamd sano bo'lsin. Meni ismim Abdulloh. Yoshim 18 yoshda. Allohning fazlidan keyin shu 6 yoshga kirganimda Qur'onni boshladim hifz qilishni. 7 yoshimda Allohning fazlidan keyin 1 yilda xatm qildim. Keyin xatm qilgandan keyin endi Qur'on uni
yaxshi o'qish kerak, murojaat qilish kerak, ahkom tajvidlarini bilish kerak. Shu uchun taqriban men 1 yil yoki 2 yil oldi. Bir kun haramda o'tirgandim, qarasam bitta shayx shogirdlari bilan o'tiribdilar, muhaddis. Keyin men dadam bilan o'tirgandim. Men shu shayxni bir joyda ko'rgan edim. Toliblari bilan hadis nimasida gapiradilar. Qiziqlashib, keyin dadamga aytdimki, men borib bu shayxga salom qilsam. Bularni men ko'rganman, hadis bo'yicha bular olim, muhaddis. Dadam ham ijozat berdilar. Borib salom qilsam, haqiqatan ham qarasam bir-birlariga ustoz shogirdlarga hadis o'rgatyaptilar. Shogirdlari ko'rmaydilar. Keyin meni savol berdilar, o'g'lim Qur'onni hifz qilganmisiz? Aytdim, Allohning fazlidan keyin alhamdulillah hifz qildim. Aytdilarki, ekzamen qildilar, bir ikkita savol berdilar menga. 3 kundan keyin hadisni boshlaysiz aytdilar. O'zi rejamizda yo'q edi, bilmasdik ham. O'zi men yangi Madinaga kelgan edim Allohning fazlidan keyin. Shu bilan 3 kundan keyin kitob olib kelib, muttafaqun alayh Imom Buxoriy bilan Imom Muslim to'g'ri kelgan va shartlar bir kelsa, shuni ittafaq alayh shayxon deb muttafaq, keyin mufrodat Buxoriy keladi, ya'ni Imom Buxoriyning o'zlarining shart hadislari, keyin Imom Muslimning mufrodatlari keladi. Keyin shu bilan alhamdulillah 9 yoshimda boshladim. Taqriban muttafaq alayni va keyin mufrodat Buxoriy va mufrodat Muslim o'rtasida vaqt o'tib 14-15 yoshimda alhamdulillah Allohning fazlidan keyin xatm qildim. Endi Allohga hamd va sano bo'lsin. Keyin ikkinchidan ota-onamga albatta rahmat, shukrimni bayon qilamanki, mana shunday yaxshi tarbiya berib, mana shunday islom tarbiyasiga ahamiyat berib, bizga ilm o'rgatib, orqamizdan mehnat qilib, alhamdulillah mana shunday payg'ambarimizning hadislarini Alloh nasib qilib bizga o'rgatdilar. Ahamiyat berib. Masjid Nabaviyda yotlagansiz. Masjid Nabaviyda biz boshlaganmiz. Hadis nimasini o'zi esimda bor. Shunday to'g'ri aytdilarki, hadis boshlaymiz. Shunday bilan boshladim. Ya'ni shu Buxoriy, Muslim, ya'ni muttafaqun alayhda shu Masjid Nabaviyga kelib ketib, ya'ni ustozlarga yotlab topshirib, shu Masjid Nabaviyda yotladingiz. Alhamdulillah, Masjid Nabaviyni o'zida yotladim. Ha, kelardim, ustozim endi ustozimning ustozlari shogird, ular ko'rmaydilar, lekin hadisni Allohumma zid va barik 18 ta kitob Imom Buxoriy, Imom Muslim, Tirmiziy, Nasa'iy, Ibn Majah, Darimi mana shu kitoblarni ular taqriban 16 yosh, 17 yoshlarda xatm qilgan. Ko'rmaydilar. Ha, qayerli ustoz? Ular mana shu Arabistondan. Arablardan. Lekin ko'zi ojiz, shuncha. Ko'zi ojiz mana shu 17 yoshga kirib, mana shuncha 18 ta hadis kitoblarini Darimi, Ahmad va boshqa Tirmiziy, Nasa'iy, Ibn Majah mana shu kitoblarni 17 yoshlarda hammasini xatm qilgan. Allohumma zid barik. Inshaalloh shular hammasini yetkazasiz degan umiddaman. Amin ya robbal. Xo'p, demak 14 yoshingizda, 15 yoshingizda mana shu Buxoriy, Muslim, muttafaqun alayh, mufrodat Buxoriy, mufrodat Muslim yotladingiz. Ya'ni bular hammasi bo'lib nechta hadis bo'ladi? Hammasi taqriban 3000 dan ko'proq, 3400 aytganda shu 3500 bo'ladi alhamdulillah. Maşallah. Xo'p, endi bir so'rab ko'rsam, shu kitoblar to'g'risida rozi bo'lasiz, bir nima qilib. Xo'p. Mana hozir shu kunda mana shu nima bo'yicha yotlayapsiz? Shu nima bo'yicha yotlagansiz? Al-Jami' lima fi sahihayn. Al-muttafaq alayh. Xo'p. Xo'p, Madina to'g'risida hadis aytsangiz, haligi mashhur hadis bor-ku. Innal iman la yaziru. Bismillahir rohmanir rohim. باب إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. Bu hadis Madina fazlidan o'zi bo'lgan. Endi agar Madina bilan Makkaning fazli rosa ko'p. Hadis kelgan, hatto Qur'onda ham kelgan, lekin Madina bo'yicha hadislar ko'proq kelgan. Bu hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, bir kun iymon Madinaga yana qaytib keladi. Qanday ilon o'zini iniga qaytib kelsa, iymon ham shunday Madina o'ziga qaytib keladi. Undan keyingi hadis aytsangiz.
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المدينة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. ما شاء الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. ما شاء الله ما شاء الله. هو آخر حديث يعني اللهم اجعل بالمدينة ضعفي بما بمكة من البركة. لماذا يعني O'zbekcha aytsaylik? Yani qissa, yani yana oldinroq agar aytsak, Ibrohim alayhissalom Alloh azza va jalla Qur'onda aytgan bu qavllarini: "Va iz qala Ibrohim robbical hada baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat." Ya'ni duo qilganki, tinchlik, omonlik va barakat nasib qilgin mana shu diyoringga, ya'ni Makkaga. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlarida duo qilganki: "Allohumma ja'al bil madinati du'fay", ya'ni Allohim bizga ham mana shu Madinaga barakat, shunday baraka berginki, Makkaga bergan 2 barobar barakani bizga bergin deb, ya'ni bu hadisda o'zlari duo qilgan. Xo'p, bu birinchi tom ekan. Bu ikkinchimi? Ha, ikkinchi tom ekan. Xo'p, sizdan o birinchi tomidan so'rasaylik. Munofiqning alomatlari to'g'risidagi hadis. باب علامات المنافق. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3. زاد مسلم في رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ما شاء الله ما شاء الله. yana bir savol so'rasam. Xo'p, man salima al-muslimun al-hadis. Abi Musa radhiyallohu anhu rivoyat qilgan Imom Buxoriy bilan Imom Muslim. Ko'rganinglardek birodarlar, hadisda o'zini aytyapman, bu yoq roviysini aytyapti. Ya'ni rivoyat qilgan sahobiyni. Aytib o'rasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Babun ayyul islami afdal. Mashalloh. Babni ham bilasiz. Ya'ni hozir bobni men hadisda aytdim. Man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi dedim. Bu yoq roviyni aytdilar va bobni. Hozir mana o'qib beradilar. بابتان قوري. باب أي الإسلام أفضل. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وشو كلا حديث o'zbekchalab aytib bersangiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'ragan Abi Musa, bu hadis Imom Buxoriy bilan Imom Muslim muttafaqlarda kelgan. Ayyul islami afdal. Nima afzal islom? Ya'ni eng yaxshi islom nima? Ya'ni islomda nima yaxshi ishlardan nima aytganda, man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi, musulmonlar uni qo'lidan va tilidan salomat topgan odamni islomi eng yaxshi islomlardan bitta. Undan keyingi hadis Abdullah ibn Amr. Endi Abdullah ibn Amr radhiyallohu an bu qissani rivoyat qilyaptilarki, anna rajulan, bitta odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radilarki, qanaqa islom yaxshi? Ya'ni islomda nima ish yaxshi? Qala tut'imut ta'am, ya'ni tut'imut ta'am deb bitta kambag'al, bitta nochorni ovqatlanish tut'imut ta'am bo'ladi. Ovqatlantirish bu islomda eng yaxshi narsalardan bittasi. Hatto Ramazonlarda agar kaforat bo'lsa, masalan Ramazonda nima tutmasa, mana shulardan bittasi tut'imut ta'am va taqra'us salam, salom berish. Odamlar faqat o'zi taniydigan odamlarga assalomu alaykum deb yuradi. Yo'q, musulmon birodar, shu uchun salom berib yurish kerak. Bilgan, bilmaganing ham. Taqra'us salam ala man arafta va man lam ta'rif. Ya'ni bilasizmi, bilmaysizmi, baribir birodar musulmon. Birodarlar albatta mashalloh deylar, ya'ni mashalloh deb yozinglar, ya'ni ko'rganinglardek 3,5 mingta hadisni roviysi bilan, bobi bilan bilyaptilar.
Ya'ni inshaalloh umid qilamiz bu ukamiz kelajakda katta Imom Buxoriylarda olim bo'lishlarini inshaalloh umid qilamiz. Yana shunaqa nimalar. Inshaalloh sizlarni ham umid qilaman. Ya'ni bugundan shu ya'ni harakat qilib, ya'ni talab ilmiga kirishinglarni, ya'ni o'qishlikka, demak imkoniyat bor. Imkoniyat bor, birodarlar. Xususan yoshlar, imkoniyat bor. Tavba qiling, harakat qiling. Qo'lingizdagi telefonni tashlang. Ya'ni buni zarurat uchun ishlating. Ba'zi bu ham ishlatar ekan, lekin zarurat uchun. Bu yerda ham telefoni bor, lekin qanday qilib ishlatishni bilib olgan. Siz qanday qilib bu nimaga erishdingiz? Qanday qilib yodlab oladingiz shuncha hadislarni? Bir kunda qancha vaqt ajratib, ya'ni telefon ishlatasizmi? O'yin qancha o'ynaysiz? Masalan, yosh bolalaringizni qanday qilib o'tkazib shu nimalarni yodlab olgansiz? Qanday qilib, mana birodarlarning ham bolalari bor. Ular ham qanday qilib bolalarni shunday ilmli qilsa bo'ladi? Endi birinchi xutva Allohdan so'rash kerak. Allohdan tavfiq so'rash kerak, tilish kerakki, Allohim menga agar bersang solih farzand bergin. Ibrohim alayhissalatu vassalam duo qilganlarida Allohim menga solih farzand bergin deb duo qilgan. Bu Qur'onda kelgan. Ikkinchidan, ota-onani katta mana shu ilm olish o'g'ilga mehnat kerak. Ota-onadan ahamiyat kerak. Ota-onadan vaqt ajratish kerak. Endi albatta bitta joydan tushunish kerakki, endi ota-ona ishlaydi sarf qilish uchun, xususan ota. Lekin eng muhim masala va eng muhim narsa bolani kelajagi to'g'ri bo'lish uchun, manhaji to'g'ri bo'lish uchun, to'g'ri yo'lda yurish uchun. Bu eng katta ish. Dunyoning ishidan ham bu ish oldin turadi. Biz ham endi yoshligimizda o'ynashni ham xohlar edik. Endi o'ynashsiz bo'lmaydi yosh bolaga. Dadam vaqt ajratib berganlardan endi ko'proq bizga ahamiyat beradilar. Masalan, kunduzda bomdodni o'qib, bomdoddan keyin yana vaqt, barakat, keyin yana mana bu hifz qilish kuchliroq bo'ladi. Shuning uchun mana shu paytlarda azkorni o'qib, hozir esimda bir kichkina edik. Mana shu azkorlarni bizga o'rgatib, keyin mana shu Qur'onni murojaat qilib, birinchidan Qur'onni avval birinchi joyga, uni murojaat o'qishdan keyin hadisni boshlab. Mana shu hadisni masalan har bitta narsada, mana dunyoning ishlarida ham, xususan ilm narsalarida reja kerak. Reja tuzmasangiz bo'lmaydi. Vaqt kerak. 5 ta namoz bor. Eng farz namozlarning ham o'z vaqti bor. Bomdodni peshin vaqtida o'qilolmaysiz, peshinni xufton vaqtida o'qilmaysiz. Reja bo'yicha keyin rejani qilgandan keyin yoki planni qilgandan keyin mana shuni orqasidan harakat qilib bo'lish kerak. Albatta, yosh bola reja qilib bersangiz orqasidan bo'la olmaydi. Toki bitta ota yoki ona orqasidan qattiqroq turmasa, mana shuni orqasidan harakat qilmasa bo'lmaydi. Endi men degan ma'no shundaki, ota-ona katta rol o'ynaydi mana shu payt. Ilm olish paytlarida. Vaqt ajratib beradilar. To mana shu paytgacha agar o'qisang, keyin o'ynaysan, telefon o'ynaysan yoki multfilm ko'rasan, keyin yana yaxshi multfilm arab tilida, ya'ni arab tilini o'rganish uchun nimaga? Albatta arab til kerak. Hadis o'qiyapsiz, uni tafsirini yoki Qur'on o'qiysiz, tafsirini bilish uchun, hadis o'qiyapsiz, fahm. Uni tushunish uchun arab tilini bilish kerak. Shu bilan alhamdulillah Alloh nasib qilib, qattiq ahamiyatdan keyin hadislarni bitirdim. Muttafaq bilan va mufrodat Buxoriy va mufrodat Muslim. Yana mana shu paytlarda asrdan to xuftongacha haramga borib kelishimiz kerak. Xonada tayyor qiladilar ota-onam menga ahamiyat berib. Keyin tayyor bo'lsam, borib haramda ustozimga nima qilaman? Nima o'qib beraman ularga. Ha, yoddan o'qib beraman. Demak, yodlash ertalab bomdoddan keyin bo'lardi. Asrdan keyin borib eshitib kelasiz. Lekin nima hadis yodlashdan oldin Qur'onni albatta bir qator murojaat qilarsiz, qaytarasiz. Albatta. Qur'onni har doim qaytarib yurasiz. Albatta, alhamdulillah. Xo'p, hadis faqat yodlaganmisiz yo boshqa kitoblar ham yodlaganmisiz? Mutunlar. Alhamdulillah, Allohning fazlidan keyin boshqa kitoblarni ham yodladik. Arba'un an-Nawawiyya, Al-Aqidatul Wasitiyya, Al-Aqidatul Tahawiyya, Ar-Rahabiyya. Tarikani nimasida gaplashadi, baytlar, meros baytida. Shurutus solati va arkanuha va vajibatuha, Tuhfatul Atfal, Jazariyya, Urjuzatul Mi'iyya fi zikri hali ashrafil bariyya, payg'ambarimizning siratlari,
صلى الله عليه وسلم. نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. يعني حديثنا مصطلح يعني معنى نماسنا علم حديثنا نماسنا. الحمد لله من شنو hozir nahvdan al-ajrumiyya yodlaganmiz. Hozir shuni murojaat qilyapmiz alhamdulillah. Shatibiyani yodlayapmiz alhamdulillah. Qiroat bo'yicha. Ha, qiroat bo'yicha Shatibiyani yodlayapsiz. Qur'ondan boshqa qiroatlarni ham olyapsizmi? Alhamdulillah. Qaysi qiroatlarni oldingiz? Asim. Endi yana bitta narsa aytish kerak. Qiroat kubra bor, qiroat sug'ra bor. 10 ta qorida 20 roviylar bor. Ya'ni har bitta qorida ikkita shogirdlar bor. Endi ko'p shogirdlar borgan, lekin mana shu ikkita shogirdlardan ko'proq tahim bo'lgan, odamlar olgan. Asim olganman alhamdulillah. Keyin Ibn Kathir, Bazzi va Qumbul va alhamdulillah Nafi' Warsh bilan, keyin Warshni har bir avjida oldim. Endi alhamdulillah hozir Alloh nasib qilsa 10 ta qiroatni jami' bilan olyapmiz. Jami' bilan. Mashalloh. Ha, bitta o'tirishda hamma qiroatni jamlab o'qib berishga harakat qilyapsiz. Alhamdulillah. Jamlab. Lekin alohida yana bir qayta aytsangiz, alohida olgan qiroatlaringizni. Birinchi Asim bo'yicha yodlagansiz. Bu biz O'rta Osiyoda Asimda nima keladi? Shu'ba bilan Hafs. Shu'bani olgansiz. Alhamdulillah. Alohida o'qigan. Yana qaysi qiroatni olgansiz? Nafi' va Ibn Kathir. Nafi' va Ibn Kathir. Warshni ham alohida olganmiz. Warshni ham alhamdulillah alohida bi kullil avji olganman alhamdulillah. Har alhamdulillah. Endi 10 ta qiroatda ikkita roviylari bilan jami bo'lib 20 tacha tariqa bilan Qur'onni o'qib boryapsiz. Alhamdulillah. Ya'ni masalan, hozir bunday qilib aytganda, hozir bu kishi shunaqa qilyapti ekanki, ya'ni hozir ijoza olmoqchi bo'lsa, boshqa rivoyatdan ham bir yo'l bor. Hafs qilib o'qiysiz. Ya'ni Qur'onni o'qib ketaverasiz hafs bo'yicha. Undan keyin Warsh qilib, undan keyin Ibn Kathir. Bu yoq bir vaqtda o'zi masalan Fotihani o'qiydilar, hafs bilan o'qiydi, yana keyin Warsh bilan, keyin Ibn Kathir va hokazo 20 xil ya'ni tariqani ash kelgan o'zgaradigan joylarni aytib o'qib berasiz. Shunaqa. Mashalloh, Alloh zid va barik. Xo'p, ustozingiz kim sizni? Eng ko'p o'qigan shayxingiz? Birinchidan dadam. Mashalloh. Ham dada ham ustoz. Mashalloh. Alloh umrlarini uzoq qilsin, islomga xizmat qilishni nasib qilsin, niyatlarini xolis qilib, ishlarini solih qilib. Keyin endi alhamdulillah Allohning fazliga ko'proq shayxlardan o'qiganmiz. Alhamdulillah Alloh nasib qilib Sheyx Abdul Muhsin Al-Qosim Haramni imom va xatib ulardan ham o'qib, ulardan ijozat oldik san'at. Alhamdulillah. Keyin Sheyx Yahya degan shayxdan yoki shogirdlari Jihad al-Maliki ulardan ko'proq hadisni biz yodlaganmiz. Alhamdulillah. Keyin yana boshqa Ibrohim Baxsh degan shayxlarimizda ularda qiroat olyapmiz. Va yana ustozlarimdan Sheyx Abdulloh al-Qo'qandi. Mashalloh. Qo'qandi, ya'ni Qo'qondan. Ha, o'zimizni diyorlar. Mashalloh. Qur'onda hozir mana bir qancha qiroatlar olgan ekansiz. Eng oliy Qur'onda olgan sanadingiz nechtalik? 27 talik. Ha, 27. Ya'ni ustozingiz 27-chi shogird bo'ladi. Bunday qilib aytganda payg'ambarimiz bilan, ya'ni bu sanad to'g'risida aytsangiz qanday? Sanad aytganda avvalan silsila u. silsila, ya'ni bir robita bo'ladi. Alloh ham hammamizga nasib qilsin, nasib qilgandan keyin amalini ham nasib qilsin. U borib masalan Qur'onni yodlab bo'lgandan keyin borib bitta shayxga topshiradi masalan. Keyin shayx to'g'ri qilib, agar u shayxda polni bitirsa, shayx xatm qilsa, Fotihadan nasgacha eshitirish kerak. Keyin yana yoddan tajvid ahkomi bilan va haqiqiy ya'ni xatolar bo'lsa, maxrajda hammasini to'g'rilaydi. To'g'ri. Qanday masalan payg'ambarimizga Qur'on nozil bo'lgan bo'lsa, shunday harakat qilib o'qish kerak. Va shayxlar ham
har bittalari ya'ni har xil turadilar. Bitta tabaqat emasda, bir nimada emas. Ba'zi shayxlar bor, masalan, to payg'ambarimizgacha 28, ba'zi shayxlar bor, to payg'ambarimizgacha hozir ham bor 34 ta, 33 ta, ba'zi shayxlar bor 28, 29 ta nimalar o'rtalarda to payg'ambarimizgacha va borib o'qigandan keyin Alloh nasib qilsa shayx sanad beradi. Sanad deb payg'ambarimizdan sollallohu alayhi vasallam to mana shu ustozlargacha shogird bo'lib kelgan bu silsila, ya'ni bir shogirdan keladi. Masalan, payg'ambarimiz sahobalar masalan 4 ta 5 ta sahobalardan sanad bo'lgan. Masalan, Ubay ibn Ka'b yoki Zayd ibn Thabit. Keyin Zayd ibn Thabit tabi'inlardan keyin tabi'in va tabi'i deb mana shunday. Siz Alloh nasib qilsa agar sanad olganda sizni otingiz, sizni ustozingizga boradi. Ustozning otlari ustozlarga ustoz bo'lib to tabi'in. Mana masalan, ustozlar tabi'in, keyin tabi'i keladi. Avval tabi'in, ya'ni tabi'in sahobalarni ko'rgan. Va tabi'in, ya'ni sahobalarni ko'rgan odamlarni ko'rish, bular o'sha tabi'at. Masalan, tabi' deb Imom Abu Hanifa bular tabi' bo'lgan. Bular sahobalarni ko'rgan bular. Keyin sahobalar o'zlari keladilar, payg'ambarimizdan o'zlari olgan. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari Jibrildan olgan. Jibril Allohu jalla jalaluhu olgan. Alloh hammamizga nasib qilsin amal bilan. Keyin Shayx Muhammad Ismoil men birinchi sanad olgan mana shu Shayx Muhammad Ismoildan olganman. Ya'ni taxriban hozir hisob qilganda shu 8 yoki 9 yildan oldin. 1436-hijrida birinchi sanad hafsda oldim. Undan taxriban 1 yildan keyin varshni nimasini oldim. Ya'ni 9 yildan oldin alhamdulillah Shayx Muhammad Ismoil degan haramda o'tiradilar. Ulardan oldim. Keyin Shayx Sayfurrahman, Shayx Adil, Shayx Muhammad Awad va boshqa shayxlar Ibrohim Husayn va Ibrohim Baxsh, mana shu shayxlardan Alloh nasib qilib, ba'zilarida hafsni o'zini o'qiysiz, lekin tajvid bo'yicha. Ya'ni masalan Shayx Sayfurrahmanda men bitta hafsni 3 yil o'qiganman. Qur'onni bitirganman, faqat o'qish. Lekin ular tajvid bo'yicha qattiq ahamiyat beradilar va vaqful ibtida degan Qur'onda, ya'ni masalan bitta oyat uzun bo'lsa, nafas yetmasa, o'zi turadigan to'g'ri joylari bor-da. Mana shuni vaqful ibtida aytadi. Mana shuni ham alhamdulillah vaqful ibtida va tajvid bo'yicha 3 yil bitta shayxda o'qidim. Mashallah. Hozir mana Masjidun Nabaviyda ilm boshlaganingizga necha yoshingizdan ilm o'qishni boshlagansiz Masjid Nabaviyga kelib? 8 yoshimdan boshlaganman. Hozir 10 yil bo'ldi. Alhamdulillah. 10 yil ichida nechta ustozda o'qdingiz? Nechta ustozingiz? Taqriban adadlari. Alhamdulillah Alloh nasib qilib 20 ustozdan ko'proq ustozlardan o'qidim alhamdulillah. Ularni eng nimasi Shayx Abdulmuhsin Qosim masha mutunni nima qilgan? Shu kishini mulozama qilib o'qiyapsiz. Alhamdulillah mana shulardan hozir o'qiyapmiz. Qur'onni biz hujrada yodlaganman. Allohning fazlidan keyin hujrada yodlagan. Ya'ni o'zimizda. Alhamdulillah. yodlab, O'zimiz diyorlarimiz. Necha yoshingizga kelgansiz? Shu 7 yoshimga. Shunday Qur'onni tugatib kelgansiz. shunday oxiri qolganida, taxriban oxiri qolganida shunday kelib Alloh nasib qilib dadamda mana shu Madinada Qur'onni xatm qildi. 7 yoshingizda. Lekin oldin o'zimizda O'zimizning diyorlarimizda Qur'onni hujrada alhamdulillah. Mashallah. Shu meni yoshimda sovuq demasdan, issiq demasdan meni buvom qo'limdan ushlab borib hujrada alhamdulillah Qur'on o'qib, yana o'zlari olib kelar paytlar bo'lgan. Ya'ni buvingiz olib borib olib kelardi. Ha, alhamdulillah. Ha. Kimga u paytda o'qib berardingiz Qur'onni? U payt dadamning tog'alarida men Qur'on yodlaganman. Alhamdulillah. Ha. Keyin kelib Madinada dadangizga xatm qilib. Xatm qilganman shu yerda Allohning fazlidan keyin. Qancha qolgan edi? Taqriban 9-8 pora qolgan. Mashallah. Alhamdulillah. Ya'ni as-sulusayn ikki, ya'ni Qur'onni 3dan 2si o'zimizda yodlagansiz. Bu yerga kelib, ya'ni davom ettirib shu yerda tamomlagan. 20 pora o'zimizda yodlagandim. Ha, hujra pora. Hujrada o'qiganman. 20 pora. Bu yerga kelib
Mana 7 yoshingizda Qur'onni yetkazdingiz, dadangizga keyin haramda ham albatta u yerda ham topshirgansiz. Xo'p, Qur'ondan keyin hadis boshladingiz. Mana Buxoriy Muslimni yodladingiz. Undan keyin qaysi matnlar yodladingiz? Aqidatul Vasitiyya va Aqidatut Tahawiyya. Mashallah. Xo'p, hadisda Buxoriy Muslimdan tashqari avval qaysi matnlarni yodlagansiz? الأربعون النووية ونخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ومنظومة البيقوني. Bu mustalah hadis. مصطلح الحديث bo'yicha. Tajvidga ya'ni Qur'onga taalluqli qaysi matnlarni yodlagansiz? Birinchidan Tuhfani yodladim. Tuhfatul atfal. Na'am, Tuhfatul Atfal. Jazariyani yodladim. Keyin alhamdulillah Shatibiyani yodlayapman. Yodlayapsiz hozir. Taqriban alhamdulillah qiroat olish uchun Shatibiyani nima qildim. Alhamdulillah. O Shatibiyya 1000 bayt. Min 100 taqriban. 1100 mashallah. Xo'p. Meros bo'yicha Ar-Rahbiyyani o'qigansiz. Alhamdulillah. Ar-Rahbiyyani polda yodladim. Rahbiyya nima kitobini? Meros bo'yicha alhamdulillah uni yodladim. Va uni ham sharhini o'qigansiz? Sharhini o'qidik alhamdulillah. 2 yil o'qidim sharhini. Alhamdulillah. Avval Qur'onni yodlashgan yaxshimi yo hadislarmi? Qanday tartibda bo'lgani yaxshi? Albatta avval Qur'onni taqdim qilish kerak, Allohning kalomi. Undan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam banda payg'ambarimiz hadislarini Qur'ondan keyin yodlash kerak. Masalan, meni ustozim, men borib ularni hadisni yodlasam bo'ladimi aytsam, shartlari shundayki, Qur'onni siz yodlaganmisiz yoki yodlamaganmisiz? Keyin alhamdulillah yodlaganman Allohning fazlidan keyin Qur'onni xatm qildim aytsam, bo'ldi. 3 kundan keyin yana undan ham avval ixtibor qildi, ekzamen. So'radilar, yodlaganmi, yodlamaganmi, esidan chiqqanmi, chiqmaganmi deb. Qur'on pishiqligingizni ko'rib, Qur'onni yoddan yaxshi bilganligingizni ko'rib, keyin hadis yodlashga, keyin hadisni o'zlari ijozat berdilar. Yodlashlikka oyatlash boshladingiz. Mashalloh. Shu yoshlarga, sizga o'xshagan tengdoshlarga, mana shu ijtimoiy tarmoqda video ko'rishadigan nimalar, shularga ya'ni nima deysiz? Nima gapingiz bor? Qanday qilib shunaqa o'qishsa bo'ladi? Qana nima so'zingiz bor ular uchun? Alloh azza va jalla Qur'onda aytadiki: "Va zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin." Payg'ambarimizga aytayaptiki, Muhammad mana shu mu'minlarga eslatib turgin, demakki eslatishning foydasi bor. Balkim mendan ham yaxshiroq bor, mendan ham Allohga yaqinroq odamlar bor, lekin men o'zim biladigan odamlarni eslatish uchun aytamanki, endi eng yaxshi gap qisqa gap. Hozir bo'yicha shu zamonda fitnalar rosa ko'payib ketyapti. Fitna aytganda faqat xotin kishi kirmaydi. Ya'ni fitna aytganda xotin kishi, qizlar, keyin undan keyin bid'atlar, undan keyin telefon, undan keyin ko'p narsa, ijtimoiy ba'zi narsalar borki, odamni ya'ni o'ziga nima qilib muzikalar bor, boshqa narsalar borki, nima Allohning ibodatidan o'ziga yaqin nima qilsa, uzoq tursa Allohning ibodatidan u fitnalardan bittasi. Keyin biz hozir shunday zamonga kelganmizki, fitna kelsa, uni orqasidan yana fitna keladi. Bu payg'ambarimizning hadislari. Shunday fitnalar ko'payib ketaveradiki, bu kelgan fitna bizga biron narsa bo'lib qolmaydi. Haqiqatan biz mana shu zamonda nima qilyapmiz? Men aytadigan narsam shundayki, vallohi men musulmonlarga qo'rqayapman mana shu kunlardan. Albatta ilmni olish kerak bo'lyapti hozir. Yoshga qarash kerak emas. Ya'ni albatta yoshlardan boshlash kerak, lekin ba'zi odamlar yoshi katta bo'lsam boshlash kerak. Bilamiz, masalan, ishlash kerak, dunyo bo'yicha, masalan, birovga muhtoj bo'lmaslik uchun. Lekin ertaga Allohning yoniga borib biz nima javob beramiz? Hozir o'zimizni hatto aqida nima rosti bilan aytganda, ko'p odam aqida nima bilmaydi. Tavhid nima bilmaydi. Subhanalloh, qanday bilmaydi-ku, o'zimizni birinchi narsamiz biz mana shu dunyoga keldik, fitratimiz mana shu tavhidni bilishimiz kerak. Tavhid nimaligini, Alloh nima, qanaqa zotligini. Keyin tavhid bilgan odam, aqidani bilgan odam Allohning fazlidan keyin tushunishi, gapirishi, qiliqlari ta'siri albatta katta bo'ladi. Nimaga? U Allohning haqiqiy kimligini,
kuchli zotligini, sifatlarini va kuchlarini hammasini o'zi mana shu kichkina aqliga bildi. Allohning nimasi ko'p, biz bila olmaymiz. Lekin o'zimiz qo'limiz kelgancha, olimlar yodlagancha agar bilsak, albatta musulmonlarda boshqachilik bo'ladi. Ko'p odam, ya'ni hozir yoshlar zehni kuchli bo'lganda borib Qur'onni yodlayapti. Qur'onni yodlagandan keyin murojaat yo'q. Asos narsa Qur'onni yodlagandan keyin amal. Ba'zi sahobalar bo'lgan Qur'onni yodlamagan hammasi. Lekin amallari bor edi. Hozir ko'proq ahamiyat bersangiz, ko'p odam masalan Qur'onni yodlagan, hatto aytsak ham hadisni ham yodlagan, lekin qiliqlari, axloqlari, gapirishiga qaraganda ta'siri yo'q. Bu haqiqat. Bu albatta hozir bor. Musulmonlar adadlari ko'p haqiqatan ham. Lekin kam odam haqiqatan ham islomni haqiqiy bo'yicha ko'rsatyapti. Haqiqiy ro'yda ko'rsatyapti. Axloqlarida, gapirishganda, ilm tarqatganda. Biz nimaga masalan ilmni talab qilamiz? Odamlarga o'rgatish uchunmi? Ha, albatta. Lekin birinchi joyda nima turadi? Jahlni o'zimizdan ko'tarish uchun. Jahl bo'lsa qiyinchilik bo'ladi, barakat bo'lmaydi, rizq kelmaydi. Faqat janjal, faqat kuchli kofirlar kuchli qilaveradi. Nimagaki jahl bor. Jahl bo'lmasa kuchli bo'ladi, bir qul bo'ladi. Albatta Qur'on musulmonlarni faqat foydasiga gapirgan. Masalan, dunyoviy misol bersak, hozir bironta masalan biz ham biror joyga borish kerak bo'lsa, birodar lokasiyani tashab bering aytamiz. Masalan 50 kilometr uzoqda. Biz lokatsiya bo'yicha boramiz. Lokatsiya bo'lmasa borishimiz qiyin. Unda shunday qilib rasa nima qilib ketadi. U yo'lda ko'p ketamiz masalan, buni ham bor. Bizni yo'limiz Alloh azza va jall 1400 yildan oldin aytib qo'ygan. Qur'on. Undan keyin hadis. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Payg'ambarimiz aytgan narsalardan agar biz orqasidan mana shunday sunnatning orqasidan harakat qilib bo'lsak, mana shu hozirgi ahvolda biz albatta bo'lmaymiz. Biz mana shu ahvolga yetib kelgan ahvollarimiz biz Qur'onni orqamizga tashab va qala rasulu ya robbi inna qawmi ittakhadhu hadal qur'ana mahjura. Alloh azza va jalla aytadiki, payg'ambarimiz Allohga aytibdilarki, ey Rob, meni qavmim mana shu Qur'ondan uzoqlashib ketdi. Hajr qildi. Hajr deb, ya'ni uzoqlashib, uni takror qilmasdan, uni o'qishmasdan, uni amal qilmasdan haqiqatan ham yomon ahvolga olib keladi inson. Keyin yana aytadigan narsaki, hozir bid'at, fitnalar ko'payib ketgan. Shia, sufi, yana boshqa toifalar bor. Hozir fitna kuchli bo'lgan, ular ham kuchli bo'lgan. Men o'zim ko'rganman, subhanalloh. Ba'zilari shiyalar endi yoki ba'zi mazhablar Abu Bakr, ba'zi payg'ambarimiz sahobalari so'ksa, jahli chiqib, endi ommiy odam masalan bilmaydi hadis, boshqa narsalarni bilmaydi, kirib rasa kimsan, nimaga shunday so'kasan deb musulmon kirib kofir chiqyapti-da. Men sahobalarni haqlarini olaman deb kirib dinsiz chiqyapti. Bu ko'p. Nimaga? Buni orqasida ilm yo'q-da. Payg'ambarimizni kim yaxshi ko'rsa, shu sunnatlarini qiladi. Alloh azza va jalla aytadiki, fattabi'uni yuhibbukumulloh. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh va yaghfir lakum dhunubakum. Biz solih o'g'il xohlaymiz, yaxshi hayot xohlaymiz. Lekin biz mana shunga yetish uchun yo'li bor-ku axir. Hamma narsada o'z yo'li bor. Mashina ham qanday haydashning o'z yo'li bor. Albatta biz nimaga o'zimizni asos hayoti, shaxsiy hayotimizni nimasiga ahamiyat bermaymiz. O'g'illarimiz solih bo'lmasa, keyin katta bo'lsa, unga qarshi duo qilamiz. Unday bo'lgan. Yo'q. Uni kichkinaligidan ilmga ahamiyat berish kerak. Eng yaxshi, eng solih tarbiya uni Allohning kalomiga tarbiya qilib, Alloh aytgan xulqni orqasidan bo'lib, Alloh o'rgatgan bizga, biz bandalarni yaxshi ko'radi. Shu uchun Alloh azza va jall 1400 yildan oldin Qur'on nozil qildi va to qiyomatgacha o'zi nima qilib bo'ladi, asrab bo'ladi, yuradi. Bu Allohning bandasiga muhabbati orqali. Shu uchun biz birinchi qoida hayotimizda bo'lish kerakki, o'zimiz ham yoshimiz nechiga yetgan bo'lsa ham Qur'onni yodlash, qo'limizdan kelmasa Qur'onni tushunish.
Qur'on aytgan narsani qilishimiz. Agar biz haqiqatdan ham ba'zi odamlar yoshi katta, Qur'on yodlolmaydi. Lekin agar Qur'on aytgan narsani tushunsa, vallohi o'g'illari ham, qizlari ham inshaalloh soliha o'g'illar chiqadi. Nimagaki u odam haqiqiy hayotni qanday yo'lishini bildi. Alloh azza va jalla Qur'onda aytadiki, "Likullin ja'alna minkum shir'atan va minhaja." Har bitta payg'ambar o'zlariga shariat va o'z minhaj deb, ya'ni bir yo'l va bir yo'l ko'rsatish va shuni orqasidan bo'lish, mana shu ma'noni nima qiladi? Alloh azza va jalla payg'ambarimizga Qur'onni nozil qildi, keyin mana shuncha hadislar nozil bo'ldi. O'zingiz aytdingiz, Imom Buxoriy. O'zimizni diyorlarimizdan chiqqan. Harakat qilib yana nasib qilsa, yana Imom Buxoriy chiqsin. Alloh yo'q. Siz mana hozir 18 yoshdasiz. Ya'ni siz ham albatta o'ynashni xohlaysiz. Telefonda o'yin bo'lsin yoki oddiy o'yin. O'ynab turasizmi? Telefon yoki o'z telefon o'yinlarini bilasizmi? Endi maqtash emasmi? O'ynasak o'rtoqlar bilan, masalan, futbolni tashqarida birov mana shunday o'tirib gaplashib yoki mana shu futbolda ko'p o'yinni ro'si bilan eshitganman. Albatta biz o'rtoqlar yoshlar biladi. Ba'zi o'yinlar bor, hammaning qo'lida bor. O'yin bir tarafda tursin, programmalar bor. Qo'limizda 24 soat yoshlar xususan mana shu programmalarni faqat ishlatadi. Masalan, ko'p TikTok, Instagram, mana shu boshqa mana shular bor. Hozir yana mana masalan fitna ahvolda mana shu programmalarga islomning dushmanlaridan qattiqroq ahamiyat bo'lgan eng yomon narsalar va eng fisq narsalar mana shu programmalarda bo'ladi. Bularning zarari endi rosa ko'p. Dunyoga ham oxiratga ham zarar qiladi. Nechta odam o'zini o'ldirgan. Yosh bolalar. Hozirgi kunlarimizda agar ahamiyat bersak, ko'p o'lgan odamlar yoshda o'lyapti. Siz Instagram, TikTok ishlatasizmi? La vallahi, telefonimda ham yo'q. Telefoningizda ham yo'q. Demak, Instagramsiz, TikToksiz yashasa bo'ladi shu hayot. Alhamdulillah yashayapmiz va alhamdulillah Allohning fazlidan keyin yana yaxshiroq yashayapmiz. Alhamdulillah. Nimagaki kim Allohning yo'lida yursa, Alloh azza va jalla unga beradi. Mana masalan, hozir qo'limda telefon. Balki men bilan dadam 24 soat o'tirmaydilar. Ba'zi vaqtlar men o'zim ham o'tiraman. Lekin alhamdulillah Alloh bergan ilm bor, Allohdan bir qo'rqish bor yuragimda. Shu uchun xohlamayman. Ya'ni hatto Alloh asrasin, ya'ni ba'zi odamlar qo'rqmasa, bu eng oson narsa vaqtni nima qilish. Ba'zi odamlar bir telefon bilan o'tirsa 10 soat, 8 soat va o'zi ba'zi vaqtlar faxrlanib yuradiki, men shu haftada 48 soat yoki 100 soat o'ynabman. Mana shu 100 soat kerak emas. Har kunda 1 soat o'tirib, yarim soat Qur'on o'qisa, yarim soat hadis o'qisa, qancha ilmni oladi bir haftada yoki bir kunda? Bu bizga nima foyda beryapti? Na dunyo, na oxirat bizga foyda bermayapti. Faqat muzika, kuladigan narsalar. Biz ayollar, fohishalar, masalan, kuladigan narsa bizni nima qiladi? Bizga nima foydasi tegadi masalan? Agar inson o'zida biron problemasi bo'lsa, bu kuladigan narsa birontasi foydasi tegmaydi. Alloh rozi bo'lsin uka. Alloh taolo ilmingizni ziyoda qilsin. Jazakalloh xayr, barakalloh fik. Inshaalloh Imom Buxoriy va katta olimlardan bo'lib chiqib, ko'p xizmatlar qilish nasib qilsin. Inshaalloh biz diyorlarga borib, sunnatni, ilmni ihyo qiladiganlardan qilsin sizni va qolganlarni. Inshaalloh suhbatimiz foydali bo'ladi degan umiddamiz. Inshaalloh umid qilamiz himmatlar oshib, ilmga himmatlar oshligini. Inshaalloh. Barakalloh fik. Jazakumulloh xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.